Men shu zumnay pastasini oldim. Juda ham yaxshi mahsulot ekan. Nona balzamning anasi zumnay pastasi. Juda ham natijalarini ko'rdim. O'zimning ukamda Benedikt bor edi. Shuni suvga tomizib, shuni taxlab, bir martalik 2 lik shpressga burniga tomizganimizdan keyin o'sha qancha ringlar analabisa tushdi. Natijasi zo'r. Yelli o'zida. Keyin o'g'ilchamning gijjasi bor edi-da. Ko'p immuniteti past edi, ovqat ko'p yemasdi. Keyin shuni suvga taxlab o'zini yalataydim har doim. Yalatgandan keyin uni ichirgandan keyin foydasini ko'rdim, natijasini ko'rdim. Undan ham gijjalari tushdi, qo'lpi bilan tushdi. Rasmlarigacha bor. Natijasini ko'rdim. O'zimda ko'p qavziyat bo'laydi. Stress holatda edim o'zim ham. Ko'p asabiylashganda odam stress holatda qavziyat bo'layotgan. Men shu narsalarni bildim. Ko'p ichaydim, suv ko'proq 2 litr, 3 litr suv bilan birga iste'mol qilaydim. Zumnay pastasini. Nona balzamni, zumnay pastasini iste'mol qilaydim. Yo, uni ham o'zim ham o'z qavziyat ko'p bo'lmadim. Natijasini o'zimga ham his qildim. Perfect Vital'ni ham ichdingizmi? Keyin bulardan ham iste'mol qildim. Bular ham yaxshi mahsulot ekan. Bularni ham hammasi vitaminlar tuyingan. Yaxshi, o'zimda ham vitaminlarim kam ekan. Shularni iste'mol qilgan. Toksikozlarim bo'laydim. 9 oy toksikoz bo'lganman katta o'g'ilchamga. Kichkina o'g'ilchamga iste'mol qilganimda toksikoz ko'p bo'lmadi. Chunki почти 1 yildan ziyod ichdim mahsulotni. Natijasini ko'rdim, 3 oy bo'ldim, keyin bo'lmadim. Umuman hamma narsa organizmimga kam ekan, vitaminlar kam ekanligini bildim, his qildim o'sha narsani. Ichgandan keyin ko'p narsa talab qilmadim, vitaminlar. Talab qilmadim, shu mahsulotlar ichgandan keyin o'sha narsani to'ldirdi joyini-da. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat, sizlarga ham kattakon rahmat. Mahsulot ishlab chiqarganlaringiz uchun. Mahsulotlar juda ham zo'r. Inshaalloh rahmat sizlarga kattakon.